izlamagan jotim qoldi. Shu ko'rishini sanchib qo'ydi, umurtqani orasiga sanchiydi. Ozgina haligi diklofenal qilib qo'ygan singalimda og'rib qoladi, og'rib qolganlarga xotirjam yuraman. Men ozgina kundan keyin yana boy boshlaydi. Og'riq qoldirish qo'ymagan tormozlab qo'yadi, tamam. Ha. Turaverasizda. Umurtqani orasiga qo'yib qoladi. Shunaqangi og'riydi. Uzun boshqarolmay qoldi. O'tirish yo'q. Mashina o'tirish yo'q. 20 marta mana shu kuru gaplashgan. Kuru mobilida 20 marta stoldan o'tiraman. Turaman. Og'riq bilinib turibdi, mana shu yuzdan shundoq ko'rinib turibdi. Og'riq topibdi. Qo'ydim, oyog'ingni uzladim desam, uzladi. Sen dedim boshqa nima dedi? Sen dedim, mana shu xudo xohlasa kelsa doktorlarga bo'lish oстановкасын şeyde qilamiz. İşga tepaman ketasan o'sha Qirg'izistonga. Ana nimaga dedim, lesnitsa qilarman. Endi xudodan so'radi, lekin o'sha bunaqa sababini qilindi. Ha, sababini qilindi. Duolar yurganmizda. Assalomu alaykum azizlar. Bu jaydaricha efirni qo'yganim ham bular bilmasdan gapirib o'tirishibdi-yu, lekin borini gapiramizda. Bugun Muzaffarxon, osmon 7-osmondalar, ya'ni 2 yildan beri qiynalgan Grijaman degan yigit bir haftada bu kishida tuzalib, yana haligi nimasiz, u haligi osib qo'yish, tortib qo'yish, yana nimasi bor? Urish. Manualni urish so'kishsiz o'zlarini nimalari bo'yicha, nima bo'yicha? İçalarını yurish bo'yicha Grijan tuzatibdi bu bola. Mana u yigitni og'zi quloqda. 2 yildan beri bormagan joyim qolmadi. Nima dedingiz? Umurtqani orasiga ukor qilish, umurtqani toptish, oyoqdan o'sish. Xolos. Nima doktorlarning hunari bo'lsa tushib ko'rdim men hamma hunariga. Aylanib, o'rgilib, ta'mir chaqbaraga men shuni aylanib, o'kirishni oldilarga zamonlarga. Yana 2 yil bo'lsa, yana 2 yil, 10 yil bo'lsa, yana 10 yil yurasiz. Bunda 8 kun mobaynida lecheni olasiz, xudo xohlasa. Tabiiy lechenida, tabiiy ukorda olasiz, tabiiy lecheni oldim. Xudoga qatnashib. Zo'r hayot. MSKT deganmi? Nima deydi haliga? MRT qilinganmi? MRT. Nima degan MRT? 1 kun oldin mashinaga kelishimdan, mana misol 9 kun oldin mashinaga kelishimdan, mana shu bugun 25-may. Xullas, bugun 25 bo'ladigan bo'lsa, 9 kun shuni orqaga qaytarsangiz, 9 kun oldin MRT ham bor. Mo'shal turib. 16-kun. Ha, 16-kuni MRTga tushgan. 16-aprel kuni MRTga tushgan. MRT'dagi aytganki, sizda belgireja bor, sizni aprasda, xullas, sizni aprasda qilmasa bo'lmaydi deb ta'lib bo'ldi men aprasdaga. Men o'zi aprasdaga rozi bo'lib, keyin bu kishi uchrab qoldi. Keyin bular uchrab qoldilar. Shunga ham bitta ukomiz sababchi bo'lib, Novoy bo'lib, sababchi bo'lib, uka dedi, "Ashyaga boring" dedi. Meni ukom dedi, "Beli sinib ketib" dedi, "O'sha yerda dog'larni o'z to'p-to'p yuribdi. Beldan muammo yo'q" dedi. Umid o'zi balaga suvga tushgan mush ko'shqa bordim-da. Xudoga ming qatla shukr, o'z o'g'iz quloqda, xotirjam. Hozir bemalol o'tirib turasiz. Xotirjam o'tirish, mashina o'tirish menga Baxtimidi? orzu edi. Orzu edi. Mana misol ertalab namoz o'qisangiz ham qiyshayib, bukchayib, o'qimay yurdim-da. Hozir Xudoga ming qatla shukr, o'tirib turish, yonga qarash, haligi katta opadalar singari komplekt qaramasdi-da. Oldin o'sha bu kishiga kelishdan oldin komplekt qaradi. Ha. Bel bilan birga burilardingiz. Ha, hamma yoq komplekt buriladi-da. Bel aralash. Men komplekt qaradi. O'zi xotirjam, belni o'zi qaratdi. Ha, bemalol bellarni bukib aylantira olasiz. Ha, bu sizda dedi, yetkisi qolmagan dedi, umurtqani orasiga dedi, haligi bizda qishloq sharoitiga aytganda, sizda dedi, suyadi dedi, orasida dedi, seldor qolmagan dedi. Men sizga seldor jo'nataman deb doktor aytib, seldor jo'natdi. Ukol. Umurtqani orasiga. Tuzaldimi? Yo'q. Yo'q. Ta'sir bo'lmadi. Joyga bordik. Qancha joylarga boribsiz-da Muzaffar topvoginingicha? 2 mobaynida, bag'i Qashqadaryo. Bag'i
Yanqo'rg'on, buyog'i Farg'ona, Hamma joyga bordim hamma deydi. joy bo'ldi. Tavsiya qilamiz. Qarang, oldimizdan oqqan suvni qadri yo'q. O, Facebookdoshlar, mabodo bel og'riyapti, oyog'im muzlayapti, o'tirib tura olmayapman deydiganlar bo'lsa, mana shu yigitga bir uchrab ko'ringlar-chi. Bu Muzlash, oyoq muzlashi, qizishi, holat bilgi bersa, oyog'ida og'riq bo'lsa, grijada yugurish kerak emas. Bu grija emas. Bu qon tomirlarini qisilishdan kelib chiqadi. MRT nima deydi unda? O'sha joyda MRT qon aylanish pasayganda, boshqa bo'lganda o'sha joyda MRT tuzzi grija deb beradi. Osteoxondroz. Bularga ichkiga yo'q qayg'u, qassobga jon Qassobga yo'q qayg'u. yo'q qayg'u, ichkiga jon qayg'u deganda bir paytlar mana shu yerda rahmatli akamiz bo'lganlar Zamzamdan kelib grija desa tig'itaga tortaverganlar. Shu sababli bemorlar shu mashinaga og'riqlar bo'lsa, boshqa bo'lsa qo'rqib qoldi-da. Meniki ham o'sha operatsiyaga borar ekanman. Operatsiya. Shu sabab qo'rqish bilan kasallik. Aytishli bu osteoxondroz. Bu narsalarni men o'sha Toshkentlarda ham, boshqalarda ham isbot qildirib olganman-da, katta doktorlarga, akademiklarga. Bu narsa hammasi bu mana bu bola mana unday nima qilishmas, oldimda o'tira olmagan. O'zi aytyapti-yu, biz buni o'zidan so'radik. Chunki hamma tabib zo'rman deyaveradi, hamma doktor zo'rman deyaveradi. Bemordan so'radi. Nima dedingiz, amaki? Juda to'g'ri. Siz ham bemormisiz bu odamni? Shu odamni bemori. Nima bo'lgandi sizga? Biz ham endi bir kelib davolanib, bir 8 kun, 7 kun davolanib, juda chiroyli bo'lib ketdik. Davolanishdan oldin nima holat bo'lardi? Davlena bor edi. Ha. Xuddi mana kishi aytmoqchi, aqabaqa burilish, pavorotlar ham chatog'ida. Ha. Aslini oladi. Hozir pavorot, razvorot hammasi zo'r. Yaxshi. Davlenachi? Davlena endi ozgina yuradi, ko'p emas, ozgina bor. Oldingidan ko'ra yaxshimi? Yaxshi. Yoshga nisbatan endi Mana katta odamlar ko'proq rost gapiradi-da, haligi yoshlar ham rost gapiradi, katta odamlar haligi hayotida o'zi kechirgan narsalarni yoshlarga nasihat qiladi. Bemorlarga ham tavsiya qilasizmi shu odamni? albatta tavsiya qilaman, mana shu yigitga kelib davolanishsin, ko'rinishsin, adreslarigacha tashlab qo'ying bu odamni. Bilmagan. Oshna og'aynilarga ham aytyapsizmi? Ha, hammaga aytyapmiz oshna og'aynilarga. Misol olganda kimni ko'rsa qiynalayotganlarga aytamiz. Bor Muzaffar oldiga. Muzaffar oldiga davolanaylik deymiz. Misol Mana o'sha siz videoyingizdagi hojaka haligi o'qibdilar. O'sha gemir bavosir, gemir tuzalgan odam bola Ikkita. gemir Uchtaga. tuzalgan odam bu kishiga tavsiya qilgan. Tavsiya qilgan o'sha ko'rgandi. Gemir tuzalib ketdi. Endi nima demoqchiman? Bu yerda bu hamma joyga yurib oldin bu ichaklarni tozalatilsa 95% o'zi normalniy endi bizdagi mutaxassisda uni ichagini yuvsa 95% holatda o'zi kasallik bartaraf etiladi, xudo xohlasa-da. Ha, yaxshi. Bu Polvon aka ham klientingizmi sizni? Kishi mahallamizdalar, mahallamizda tadbirkor, yaxshi insonlar. Bu kishilarni nima deydi? Davlenalar bo'lgan, ichaklarni bir oldindan yudirib yurgan ekanlar. To'xtang, endi siz gapirmadi, o'zlari gapirsinlar. Nima bo'lganda aka? Ya, gapiravering. Gapga yo'qmi aka? Yo'q, bo'lmasini aytib turibsiz-ku, yaxshi. Ha, mayli. Ba'zi odam gapirmaydi-yu, lekin tasdiqlab qo'yasiz. Qilamiz albatta. Yolg'on gapirsa, Yo'q, bu yo'l olmaz. Haqiqatan davlena bo'ladi. ya biz efirlarimiz shunaqa jaydari bo'ladi. Bizda haligi badiylik, galston toqib kelib, yumaloq stollar atrofida emas. Mana oddiy choyxonada nonni ushatib olib gapirtiraveramiz-da. Men bu kishiga iltimos qilib 2 marta bu kishi ham tadbirkor, ishlari ko'p, boshqa men bu kishini men aytishim sabab Nima bo'lganda? davlena bo'lgan, hozirgi yosh insonlarda davlena kasali ko'payib ketyapti-da. Qiynalib yuribdi. Ba'zi biri kutilmagan holatda favqulodda, ba'zi biri haligi nogiron bo'lib qolyapti-da. Yosh bolalar. Mana shu do'stimiz desa ham bo'ladi, mahallamizda boshqa mana shu kishi davlenadan aziyat chekkan. Faqat bu kishiga haligi bir nima deydi, o'sha
o'zlaridan ham bir aytib yursinlar. Men aytganim emas, mana Aytmayman deyaptilar. Aytaylik, aşk. yo. Ya, unda Jaydaricha tushuntirib bering, nima bo'layotganda, bu nima bo'ldi keyin. Daleyne böyle düşman doğdum. Ha düştü yerdiler, toğan ölüp düştüm. Ha. Hakikaten koldu. 2 gün şundan keyin. Sizniki. Ha, bir Ko'tarilaverarmidi davleni? Ko'tarilib qolaveradi o'zidan-o'zi. Kechkiga borgan. O'zi qancha bo'ldi shunga endi? Oldi 2 oy bo'ldi, 2 oy. Ramazondan oldin. Bezovta qilmayaptimi davleni? Yo'q. Zo'r deng. Yaxshi bo'ladi. Ishtaha boshqasi hammasi Hammasi ishtaha zo'r, polvon turibsiz-ku. Turishingiz polvon, ishtaha yaxshi. Ko'z tegmasin. Azizlar, mabodo mana Qobiljon aka so'rayaptilar, adres qayerda deb. Adresingizni o'zgartirmadingizmi? O'sha Namangan shahri 2-mikrorayonda Milliy bank oldida Shuhrat shifo maskan. İsmi Muzaffar, ya'ni Ya, Facebook'dagilar tanishadi. Muzaffar Boyxonov deb yozsanglar, shunday tabassum bilan chiqib keladi, xudo xolasa. Yozyaptilar: "Assalomu alaykum, Hoji aka, sizdan dalolat qilganingizdan Alloh rozi bo'lsin. Nomerlarini Telefon nomerlarini. nomerlarini aytib yuboring iltimos. Aytib yuboring, yozib ham qo'yamiz hali. 91lik 292 55 22. 91lik 292 55 22. Telegram'im 93lik 670 80 80 da. Mana 55 22 dan beri unga kamroq kiraman. Ko'p kishi adashib qolyapti. Telegramga yozsa ham bo'ladi, telefonda murojaat qilsa ham bo'ladi. Demak, nima qilib qo'yamiz? Buni sarlavhaga aniq-tiniq qilib yozib qo'yamiz. Telefon nomeri qo'yish. Shunaqa bo'lyapti. Endi mana bir narsa deyish kerakki, mana ko'pchilik davleni kasaldan aziyat chekyapti. O'shaga mana yosh bolalar masalan 40-45 ga. Davleniya bor, sahr ham bor. 40-45 ga kirmay davlen u 40-45 ga kirib davleni olib turgan narsa bu fojia emasda mening uchun. Mana shu yerda Facebookda ham ko'p kishilarga men o'ch qo'ydim, aytaman, ichalin, tozalatingni, dubash qilingni deyman, boshqa qilingni deyman. Birorta men maslahatim, onlayn maslahatim pulli emasda. O'shanga bu nimaga insonlarni azbaroy xudo yengil muolaja topsa bizga yaxshi-da. Chunki bizni kasalimiz oshqozoncha kasali o'zi tiqilyapti hamayapti. Falan praktisin. Ana shunga mana shu ichaklarni yudirishsa qaysidir holatda shu oddiy davleniyadan shu yengil qutulib qo'ya qolishadi. Yo'q, davleniya kasali bizga 70-75 dan keyin ozgina qo'zg'ab turadi bizda davolangan, lekin hammasiga ham yomon haligi asorat bermaydigan qildi. Mana 50-60-65 yoshlargacha davleniya bizda ichaklarni yudirib xudo deb ixlos qilib lecheniya qilsa davleniya umuman yo'qolib ketadi. Xo'p, yaxshi. Demak, sizdagi davolanish ham tabiiy, ham arzon, qulay, parhezsiz, Parhez yo'q. Umuman parhez qildirmaymiz. Mana masalan 200 davleniyada kelgan holatda ham o'sha shashlik o'shini yeb turasan. Ikkita shashlikni kuchi beradigan ovqat yeb turasan deymiz. Kaloriya bo'lish kerak. Qiynamasmizda, lichenamiz tartib bilan ketsin. necha kun bir kursi? 8 kun. Holatiga qarab, orada yana 2-3 kurs olishi mumkin, holatiga qaraysiz bemor. Holat qanaqa holat? Mana egzema kasalliklari bor, toshma, teri toshma. Vitiligo, iloji yo'q, tuzalgan ashincha odamlar bor. Bular endi paftor kelib turadi. Ba'zi bir holatlarda mana davleniya, mana grimash bolaga ham aytganmanki, uka sen tuzalib ketsan, meni kelmagin oldimga. Bizda ham endi licheniya ichak orqali davolaymiz-ku. Ba'zi bir holatda licheniyani paftor qilib qo'ysangiz, o'sha tuzalish jarayonida pulli deb qilinadi-da endi. Paftor licheniya ba'zi joyda chaqirish. Bu paftor licheniya qilib qo'ysa, qo'zg'ab qolsa bizga bu xato narsa. Shunga tuzaldingmi, men eslamayapman. Bizga u kerak emas. U tuzalgan odam paftor. Yana sizga kerak deb turib maqsadga pul ko'paytirish emas demoqchisiz-da, oddiyroq qilib aytganda. Endi haligi bu ichak yuvish muolajasini o'zi asli sog'lom inson ham bir yilda bir marta Turish kerak. Chiroyli yudirib tursa, kasallik bo'lmaydi. Bolalardagi gijja qurtlariga ham qaraysizlarmi? Ularni ham davolaysizlar. Albatta davolaymiz. Xudo xolasa
uncha masalan shu aylanib yurganlar bizda kelib shifo topib ketyapti xudodan. Ha, Alloh doimo mana shu qo'lingizni yengil qilsin, shifolaringiz manfaatli bo'lsin, bemorlarimizga Alloh shifo bersin. Biz ja cho'zmadik bu yog'ini efirni. Xudo xolasa mana biz bu kishidan bir og'iz gap so'ragan bo'lsak, bemorlardan batafsil so'radik. Xudo xolasa kesanglar pushaymon qilmaysizlar. Alloh Albatta. salomat bo'lsin. Rahmat sizga Muzaffarxon vaqt ajratganingizga. Aybga buyurmaysizlar. Biz oddiy o'tirishda manfaatli bo'lib qolsin deb efirga yoqib qo'yaverdik. Salomat bo'linglar. Rahmat. Bemor dardiga shifo bersin. O'zi yengillik bersin. Amin. Aytganingiz kelsa.